hozir O'zbekistondagi juda katta dard. Bu suhbat bor-ku, og'ir suhbat. Va bundan buyog'iga yilning oxirigacha narx-navolar qanaqa bo'lishini prognoz qilasiz? Birinchi mashinada savdo to'xtaydi, keyin uyda savdo to'xtaydi. Bu ikkala bir-biriga qanaqadir bog'liq narsalar. Ko'p uylar birinchi 2 soatda sotilib oladi. Qo'yamiz birinchi 2 soatda sotilib oladi. Sababi bir oylik to'lovi bitta uy olganda 7 milliondir, 10 milliondir tushdi. Oilani bir oylik daromadi 30-40 million bo'lishi kerak. Shart bu. Doim hamyonbop narxlardagi uylar bo'ladi. Analizdan kelsa 47 ga berib yuboraman. Sotiga 100 ming ekanda, 120 ming desangiz 1.2 100 ming bor sotiga. O'zi обычныйcha bitta arzon, bitta qimmat bo'ladi deydi. Bu odamda ikkita arzon bo'lmaydi, ikkalovi ham zo'r agar yevro bo'lsa. Hali gapirmagan edim. Birinchi marta gapirib oldim. Qo'ydim deng. Aytib qo'ydim. Ana endi qila olmayman. Endi aniq qila olmayman. O'zi uchmuch qilib zo'rg'a uy olgan odam tushib qoldi. Ko'p. O'zi aslida kreditga mutlaqo qarshi bo'lishi kerak odamlar. Sababi bitta odam 10 yil, 15 yilga qarzga kirib olishi ham o'zi aslida noto'g'ri-da. Pulga harakat qilish kerak. Aslida boy bo'lishga harakat qilish kerak. Pul ichingizga kirib ketmasa bo'ldi. Masa qilib oilani davrasida o'tirish, qayerda o'tirasiz, uyingizda o'tirasiz. Ijara uyda oilangizni davrasida maza qilib o'tira olmaysiz baribir. O'sha har bitta odamning o'zini uyi bo'lsa, 10 may soat 19:00 da Jasur Rahmon YouTube kanalida tomosha qiling. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Podkastimizning navbatdagi soni efirda. Bu galgi suhbatimiz ham va bu yerda aytiladigan fikrlar ham sizga foydali, manfaatli bo'lishiga ishonamiz. Chunki aynan bugun endi bilamiz o'zining vatani bo'lishini orzu qiladi, maqsad qiladi va mana shunday uy-joy savdosi, ko'chmas mulk savdosi haqida gaplashamiz. Bizning bu galgi mehmonimiz, bu galgi suhbatdoshimiz ko'chmas mulk savdosi bo'yicha taniqli mutaxassislardan biri Ulug'bek Yakubov. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Assalomu alaykum. Rahmat aka, salomatmisiz? Xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demaganingizdan, studiyamizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Ulug'bek aka, Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali anchadan beri sizni kuzatib boraman. Nimaga? Sizda doim hamyonbop narxlardagi uylar bo'ladi. Ya'ni oddiy insonlar ham xarid qilish imkoniyati bor bo'lgan, ko'rganda, biz buni umrimizning oxirigacha ishlasak ham ola olmaymiz deb o'tib ketadigan uylar emas. Mantiqan qaraganda ham agar qimmatroq uylar savdosi bilan shug'ullansangiz, sizga daromad ham ko'proq bo'lishi mumkin siz va jamoangizga. Lekin aynan bu yo'nalishni tanlagansiz, ya'ni o'rta narxdagi uylar ko'pchilikning xarid qobiliyati yetarli bo'ladigan uylar. Bunga sabab nima? Bunga sabab agarda summa kattalashsa, o'zi hamma narsa kattalashganda fizika qonuni bor-ku, aylanish sekinroq bo'ladi. Biza maqsadimiz asosan ko'proq sotish. Shuning uchun kichkinaroq uy-joylarni tanlaganmiz. Keyin bozor nisbatidan ancha arzon sotayotgan odamlarni topishga harakat qilamiz. Deylik, o'rta 100 ming, 200 ming dollarlik uy-joylar, deylik 1000 ta bo'lsa, 1 million, 2 million dollarlik uy-joylar o'zi 10 ta, 1000 taga 10 ta yoki 20 ta to'g'ri keladi. O'zi aslida ko'p, solishtirsangiz shunaqa. O'shani hisobiga biz o'sha 1000 talikning ichidan eng arzon narxligini tanlab qo'ymoqchimiz. Endi 10 talikning ichidan eng arzonni qidirish samasaboy, ya'ni imkonsizga aylanadi. Shuning uchun ham biz segmentda 100 ming, 200 ming dollar atrofida ushlaganmiz. Ba'zida Instagramda, Reelslarda chiqib qoladi. Shu falon million dollarlik uylarni shu obzor qilib berishadi, ko'rsatib berishadi. Bularning hammasi ham doim nima deydi, sotuv uchun qilingan videolar bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? Bitta maqsad asosiy rolda. Mana bizda Instagramda uy-joy reklama qiladigan blogerlarning ichida yagona bizda sotuv uchun reklama qilinadi. Qolganlarida maqsad reklama datildan pul olish. Misol uchun sizning uyingiz bor, uyimni reklama qilib berdi, sizga o'zini narxini aytdi, 100 dollar, 200 dollar dedi, sizning uyingizni reklama qilib berdi. Reklama qilib bergandan keyin 200 dollarni oldi, ketdi. Sizning uyingiz sotiladimi, sotilmaydimi qiziq emas o'sha. Ahamiyati yo'q unga. Yopildi mavzu. U chunki 200 dollarni olib bo'ldi. Sotilgan taqdirda ham uzoq borsa rahmat deysiz, bo'ldi, pul bermaysiz. Bizda esa reklamamiz tekin. Tekinga reklama qilamiz. Faqatgina sotilsagina sizdan pul olamiz. Shuni hisobiga ba'zi insonlarda faqat reklama maqsad bo'lganligi uchun ham, misol uchun 100 ming dollarlik uyni egasi aytayaptiki, "Aka 100 dollar beraman, reklama qilib bering" deyapti-da, 1 million dollarlik uyni egasi aytayaptiki, "Aka 100 dollaringizni beraman, reklama qilib bering" deyapti. Shunda ular qaysi birini qilish tanlashda 1 millionligini tanlaydi. Sotilmasa ham sotilish qiyin bo'lsa. Prosmotr zo'r bo'ladi.
Prosmotri zo'r bo'ladi uni. 1 million dollar yo 2 million dollarlik uyga chiqib qolsa, shaxsan o'zim ham oxirigacha ko'raman. Xonalari qanaqa joylashgani, qizuv. Endi 100 ming dollarlik uyni men qo'yaman, 1 millionlik qo'ymayman. Ko'pincha 100 ming dollarlik qo'ysam, o'zingiz uyingiz yoki qo'shningiz uyingiz shunaqa-da. Uni oxirigacha ham ko'rgingiz kelmaydi. Lekin 1 millionlik uyga katta ehtimol bilan juda ko'pchilik kirmagan hayotida. O'zi jivoy kirib ko'rmagan. Shuning uchun hatto ham Instagramda ko'rishni xohlashadi. Shuning uchun uni prosmotri zo'r bo'ladi. O'tda 2 million, 3 million dollarlik uylarni qo'yishda asosiy maqsad prosmotr. Demak, maqsadni oldin to'g'ri qo'yib olish kerak. Shunaqa. Bizda maqsad sotish. Shuning uchun ham bizda 1 million, 2 million dollarlik uylarni qo'ymaymiz. Chunki uni sotish katta ehtimol bilan men kuyaman. Boraman, 2 million dollarlik uyni obzor qilaman, qo'yaman Instagramimga, ketaman, chunki menda tekim-ku. U sotilmaydi, uy egasiga olib ketsam, sotilmadi-ku, sotilsa pul berasiz degansan-ku, deydi, bo'ldi, men kuyib qolaman. 100 ming, 200 ming dollarlik uylarni sotish nisbatan ancha arzon. Oson. Tushunarli. Suhbatimizdan avval, kelishganimizdan keyin kommentlarga ham kirib o'qib ko'rdim. Endi ko'pchilik rahmat aytgan mana shunaqa bozor narxidan ancha arzon bo'lgan uylarni qo'yayotganingizga boshqa, lekin ba'zi videolarda ko'rdim. Ya'ni tez sotilgan uylarni videolarning ostiga axvat ko'paytirish uchun mana shunaqa arzon narx bilan o'zi sotilib bo'lgan uyni qo'ydingizmi degan e'tirozlar ham bildirilgan. Bu e'tirozlar qanchalik asosli? Bu yerda bu e'tiroz aniq 100% noto'g'ri. Sababi men o'zi aslida hayotda umuman vaqti yo'q insonman. Menda vaqt masalasi juda qiyin. Bu narsa aytadigan bo'lsa, ko'rishga kunlab cho'zib yuraman. Zo'rg'a bitta uyga borib syomka qilaman-da o'zi aslida. Bizda mana bunaqa holat bor. O'zi avval boshidan ayta qolay. Avval boshidan Instagramga bizani kirishimizning sababi o'sha kimdir bir kun yoki 2 kun ichida sotmasa bo'lmaydigan vaziyatda bo'ladi-da. Shunaqa vaziyatga kirib qolgan odamlar bor. Bozorda juda ham ko'p. Ular oxir oqibatda olib sotarga sotib yuborishadi. Mana shu insonlarning uyinigini qo'yaman deb kirganman. Endi bir kun ichida 200 ming dollarlik uchastkani sotib yuborish uchun uy egasini biz 150 ming, 160 ming, 170 ming dollarga gaplashamiz. Bir kun ichida sotmoqchisan, sen ertaga uje kimgadir 100 ming dollar bermasang bo'lmaydi. Sani vaziyating hozir 200 minglik uchastkani 170 mingga berishing kerak deymiz. Yoki 160 mingga berishing kerak deymiz. Uy egasi ham tushunadi. Haqiqatda bir kunda sotish uchun 30-40 ming arzon berishim kerak deydi. Bizga rozi bo'ladi, qo'yamiz. Birinchi borgan odam birinchi soatda sotib oladi. Birinchi soatda sotilib ketadi. U sotilib bo'lgandan keyin ikkinchi soatda ko'rgan odam qo'ygan vaqtimizni qaraydi. Qanaqa 170 ming dollarlik uchastka bir soatda sotilib ketdi deydi, ishonmaydi bizga. Lekin u aslida haqiqat bo'ladi. U yerda pul tikish uchun imonni sotib olib yashash uchun emas, shunchaki mulk yoki uni olib turib 170 mingga 200 mingga sotib olish uchun bizani kuzatib o'tirgan odamlar bor. Ular imonni kuzatadi. Gap mana shu yerda, ya'ni sizni kuzatuvchilaringiz orasida aynan mana shunaqa narxlari arzonroq qo'yib qo'yilganda bir mulk sifatida olib qo'yaman degan insonlar tezroq xarid qilish imkoniyati bor. Shunaqa. Tushunarli. O'shani hisobiga ko'p uylar birinchi 2 soatda sotilib oladi. Qo'yamiz, birinchi 2 soatda sotilib oladi. Sababi u uy aslida 30 ming dollar, 40 ming dollar arzon qo'yyapti egasi. Shuni hisobiga ko'pchilik bizdan norozi bo'ladi. Nimaga qo'ygan narsang sotilib ketgan? Aldab yuribsanmi? Misol uchun mantiqiy yo'q-da. Eng qiziq joyi shu yerda. Qaysi uy egasi rozi bo'ladi? Uyini men borib 160 ming dollarga syomka qilib kanalimga qo'yib, 2 soatdan keyin sotildi deb yozib qo'yishimga qaysi uy egasi rozi bo'ladi? Hech kim rozi bo'lmaydi. Meni uyim bu, nima qilasan deydi-ku. Shuni hisobi ham bor. Asli maqsadim axvat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha obunachilarni ko'proq jalb qilish bo'ladigan bo'lsa, million dollarlik uylardan qo'yib turgan bo'lardim demoqchiman. Agar shu maqsadim bo'lsa, 1 million dollarlik yoki 2 million dollarlik uyni qo'ya qolaman-da. O'sha vaqtim ketadi borgan kelgan, o'sha syomka, o'sha narsa. Nabarat 2 million dollarlik uyni ko'proq odam ko'radi. Tushunarli. Va sizni e'lonlaringizda siz savdo qilayotgan uylarning aksariyati ikkilamchi uylar. Endi bitayotgan bir yangi ko'p qavatli uylar haqida kam siz blogingizda ko'ramiz. Bunday uylar savdosi bilan shug'ullanmaysiz deganimi yoki ijtimoiy tarmoqqa kam joylashtirasiz deganimi? Onajon, agar yo'q demasangiz, ozgina kasalligingiz bo'yicha gapirib bersangiz. Mana u tush sohamda hozir 64 millimetrlik o'simta bor. Shu 8-kuni o'zimni qo'yarga joy topolmayman, bular ham kirib ketolmaydi. Azonga borib 3 ta limfa tushdi ichimda. Azonda yana turib ustalarga nima qilaysam,
endi 2,5 litr qon ketdi peshivodda. Mana men 72 yoshda bo'lishimga qaramasdan metastazlarim ko'p, 6 ta 7 ta joyga metastaz bergan. Shu kasallik bilan kurashyapman. Mana yana bitta Halilani yaxshi tomoni, boshimda mana shunday soch bo'lmagan. Shu sochlar chiqdi. Ertasiga yana holatim yaxshilandi. Ovqat so'radim, lekin ovqatni yeyolmayapman. Tuzalishga kelyapman. Demakki, Halila mahsuloti juda yaxshi mahsulot ekan. Bu hozir O'zbekistondagi juda katta dard. Butun O'zbekistonning dardi bu. Eng nozik nuqtani ochdingiz. Hozirgi kecha kunduzda biz shuni ustida ishlayapmiz. Novostroykani biz reklama qildik, qilmadik emas. Novostroyka reklama qildik, qanaqa? Ko'rdik, qarasak, xudo xolasa, proyekt yaxshi ketyapti. 3-4 etajgacha ko'targan, dokumentlari qaysi joyida, yaxshi bo'lsa kerak dedik, qildik. Endi u ham 100% tekshirilmagan. O'zi reklamchik tekshirishga majbur emas. Aslida majbur emas, lekin biz o'zimiz uchun ozgina tekshirdik. Reklama qilganimizdan keyin ertasi indini kuni bizning ofisimizga 5-6 ta odam keldi. Sizlar shou biznesdan chiqmagansizlar deyapti. Sohaning ichidan chiqib kelyapsizlar deyapti. Deyapti, sizlarning reklamingizdan keyin biz bordik deyapti. Ovuriylikmi deyapti. Javob berasizlarmi deyapti. Ha, biz aytamizki, biz davomimiz o'sha reklama uchun arzimagan pul olganmiz. U yerda nechadir 100-200 ta kvartira bor. Biz hammasiga javob bera olmaymiz-ku u pulga. Davomimizda keyin to'xtatamiz. Hozirgi kecha kunduzda 2 ta 3 ta reklama iltimos qilib turibdi. Qilib bering deb. Pulingizni beramiz. Shunday bor, qilib bering deyapti. Biz aytamizki, hozir biz uni qilib olsak. Bittadan quruvchini qildik, ikkinchisini, uchinchisini, 10-sini ham qildik. Pul oldik 10 tasidan. Bittasi noinsof bo'lib chiqib qolsa, ondan olgan, 2 ta olgandir, 3 ta olgandir, bizning reklamadan olgan odam kuyib qoladi-ku hozir. O'sha narsani hisobiga men hozir Novostroyka reklamasini ushlab turibman. Hozir izlamayapman. Qatta qanaqa 100% oxirida noinsof bo'lib chiqmaydigan quruvchini aniqlash imkoniyatini qidiryapman, lekin hali topa olmayapman. Qiyin ekan men o'ylaganimdan. Biz oldin o'ylardik, bu ancha oson deb o'ylardik. Ichiga kirib, o'sha ofisimga odamlar kelib, ertaga oson kuyib qolmaymizmi deganda biz bilmaymiz desa, bitta odam aytdiki, nima bo'lsa reklama qiling. Keyin o'ylab qoldingiz chuqurroq. Keyin o'ylab qoldim, to'xta dedim. Hozir bilasizmi, men bu suhbat bor-ku, og'ir suhbat. Men hozir gapiryapman-ku, mana hozir gapiryapman. Ertadan boshlab Instagramimda menga $1000 berishga tayyor bo'lgan odamlar bordi. Endi qila olmayman. Hali gapirmagan edim. Birinchi marta gapirib qo'ydim deng. Aytib qo'ydim. Ana endi qila olmayman. Endi aniq qila olmayman. Misol uchun oyiga pul ortiqchasi bo'lmaydi. Qanaqadir daromad kelishi mumkin bo'lgan Novostroykani orqasidan men o'zimcha to'xtatib turdim. Nimaga to'xtatib turdim? Qani hujjatini o'rganib, uverenlik qilsa bo'ladigan sharoitni qila olamanmi, qila olmaymanmi orqasidan izlamayapman-da. Qila olmaydigan bo'lsam, unda indamayman-da. Hamma qilib yuribdi-ku. Shuncha odam misol uchun reklama qilyapti-da, birsini ikkisini pulini olyapti. Men ham qilaveraman yoki 100% uverenlik joyini topsam, chiqib turib, xudo xolasa biz hujjatlarini tekshirib yaxshi bo'lsa qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz deb ommaga ham e'tiborsam bo'ladi, uveren bo'lsam. Mana shu narsa to'g'risida izlanib turdim, hozir men savollar yo'q qo'ydingiz, ketdi endi. Balki shunaqa 100% shu bir ishonch hosil qilish imkoniyati bo'lgan bir variantlar ham chiqishi mumkin. Endi to'g'ri O'zbekistonda yangi ko'p qavatli uylarda ko'pida muammo bo'lyapti, muammolar juda ham ko'p. Lekin 100% holatiniga o'zingiz ishonsangiz, keyin bir uni savdosi bilan shug'ullanishingiz yoki reklama qilishingiz mumkin-da. 100% o'z iloji yo'q ekan, chunki u tabiiy bankrot bo'lishi ham mumkin. Uni hech kim oldindan ko'ra bilmaydi, o'zi ham bilmaydi. Tabiiy bankrot bo'lishi ham mumkin. 100% demaylik, 50% deylik, 60% deylik. Eng qiziq joyini aytaymi? Bozorda 20-30% quruvchi katta brend quruvchilar. Hammamiz taniydigan katta eng mashhur brendlarda muammo yo'q. Men ularga ishonaman, ularga xalq ham ishonadi. Ularning reklamasi chiqsa, men indamasdan qilaman, lekin ulardan chiqmayapti-da. Eng qiziq joyi imенно o'sha. Qolgan 60-70%li quruvchilar, ular tanimayman, bilmayman, yangi boshlagan yoki bundan oldin bitta ikkita proyekt qilgan, juda noqulay vaziyatda o'shalardan hozir reklama chiqyapti.
man qilmadim emas, qildim. O'sha qilganlarimga 100% javob bera olmayman. Qaysidir ma'noda men ham hamma el qatori qildim o'sha narsani. Prosta o'rtada kimdirlardan qanaqa yaxshimi desam, men yaxshi deyishni qildim. Hozir endi to'g'risini aytsam, bundan buyog'iga reklama olish niyatim agarda uverim bo'lsam bor. Yo'qmasa yo'q. Katta ehtimol bilan o'sha boyagi 30% dedingiz-ku, doimiy muammosiz brendga aylangan va mana shunaqa brendlardan bo'lsagina hozirgi holatingizda siz ommaga ko'rsatishingiz mumkin. O'zi aslida maqsadim u emas. Maqsad u emas. Ulardan chiqsa-ku qilveraman, lekin maqsad men 60%liklar bor-ku, 60%, 70% qolgan quruvchilar bor-ku, ularning ichida ham insofli, haqiqatda jamiyat uchun mehnat qilayotgan, bizdan kerak bo'lsa ko'proq jamiyatga foyda keltirayotgan quruvchilar bor. Asli maqsad o'shalarni qilish. Nimagaligini bilasizmi? Chunki ular aynan hamyonbop, xalqchil uylar sotishadi. Ana o'sha yerda masala. Chunki o'zi aslida puldor odamga muammo yo'q-da. Surishtirib ola oladi. Tanish bilishi ko'p, vaqti bemalol, puli bor, surishtirib o'rganib ola oladi. Eng muammo joy o'sha qo'li yupqaro, o'zi endi erishayotgan, bir xona, ikki xona uyga erishayotgan odamlar oladigan uylarda muammolar bor. Aynan o'sha joyda muammosini ajratib berishi kimdir bo'yniga olishi kerak. Va shuni ustida ishlayapsiz hozir jamoat. Hozir ishlayapmiz, qila olamizmi yo'qmi bilmayman. Endi balki yaqin kelajakda ko'ramiz. Qo'rqib ketamiz. Kirganimiz sari, bu o'sha xavfli narsa ekan. Hozir qo'rqamiz. Bilmayman. Addanlashim qanaqasi ketadi bilmayman. Hozir ommaga chiqib ketib qoldi. Bu o'zi aslida ekranning orqasida bo'lgan jarayonlar edi, og'ir jarayonlar. O'rganganimiz sari ozgina qo'rqinchliroq narsa ekan. Buni biz balkim bo'ynimizga ola olmasmiz, lekin eng zo'r tomoni hozir prezident farmoni bor. 2026-yildan boshlab hammasi nima edi? Bank orqali. Eski romi o'sha hozir shunaqa tizimga o'tadi. Shu tizimda xudo xolisa o'zi shundoq ham quruvchi uje xalqqa aldolmaydi. Bu uje davlat o'zini qo'liga olgan narsa. Lekin bunga 2026-yildan boshlab turib hozir mana o'sha qurilishni boshlaydigan odamlar balkim tushilib qolishi mumkin, lekin o'sha qurilish boshlab bo'lgan odamlar unga o'tmaydi. Ular 2026-yilda qurilishligisini bitkazib olish uchun uyligisini sotishda dalsh davom etishadi. Ya'ni tushunmaganlar uchun tomoshabinlarimizga endilikda siz quruvchiga to'g'ridan-to'g'ri pul bermaysiz, bankka pullaringizni berasiz, bank esa garant bo'lib, davlat ya'ni garant bo'lib, ana shu qurilish yakunlanib, uy siz kaliti sizga topshirilguncha mas'uliyatni bo'yniga olyapti. Xudo xolisa mana shu narsa bo'ladi. Ulug'bek lekin 1 yil bor. Lekin bitta masala bor-da shu yerda. Shu narsani o'yladim. Bu misol uchun ko'p quruvchilar bilamiz, ya'ni o'sha katta brendlar emasdir, lekin aksariyati boyagi 60% deganimiz odamlardan pulni olib o'shani hisobiga uy quradiganlar ham bor va bu orqali bank endi uy bitgandan keyin unga agar pulni beradigan bo'lsa, u qayerdandir boshqa yo'llardan pul topish kerak va bu uylar narxini yana oshib ketishiga olib kelmaydimi? Bitta aniq A'dan Y'gacha qanaqa davom etishi to'g'risida menda ma'lumot yo'q, lekin bizani bilishimiz bo'yicha agarda siz o'sha joyga qaysidir etajgacha ko'tarsangiz, qaysidir ish qilsangiz, pa etapim sizga pul beradi. Misol uchun men o'sha uyni olish uchun $10,000 berdim. U quruvchiga berilmaydi, bank shotida turadi. Bank agar quruvchi qaysidir etapgacha olib chiqsa, o'sha $10,000 beradi. Qaysidir etapgacha olib chiqsa, yana beradi. Prosta bank o'rtada pulni o'sha Dubaylarda shunaqa sistema. O'sha sistemani qo'yishyapti degan ma'lumot bor. Qanchalik to'g'ri bilmayman. Lekin qurilishini bitkazgungacha bank pul bermay turmaydi, beradi. Etaj. Hozirgi holatda esa katlamanning o'zida xohlasa qurilishni oxirgisigacha yetadigan pulni xalqdan yig'ib ola oladi. Yig'ib ola oladi, xohlasa u pulni olib boshqa joyda qurilish boshlab ola oladi. Bu payetapim ketaveradi. O'zi ko'pincha muammolar ham shuni deb kelib chiqyapti. Quruvchi tavakkal ikkita joyda boshlab qo'ygan. Mana bunisi sotilmasa bunga ham ta'sir qiladi. Ikkalovini tortib ketadigan og'ir vaziyatlarga shu ham o'zi aslida sabab bo'lgan. Demak, oxiri o'ylangan bo'lish kerak katta ehtimol bilan jahon tajribasida o'sha bosqichma-bosqich bank pul o'tkazib beradi. Agar bizda ham shunaqa qilinsa, uylar narxi unaqa keskin ko'tarilishiga olib kelmaydi bu qaror. Demoqchisiz. Ha, demoqchiman. Keskin bo'lib ketmaydi. Chunki agar quruvchi haqiqatdan pulini oxirigacha ola olmasa, unda keskin oshib ketadi. Unda quruvchi sotishdan mantiq qolmaydi-ku. Quruvchi sotmayman unda deydi, oldin kadastrimni chiqazib olib, keyin sotaman deydi, oxirigacha o'zim pulimga qilar ekanman deydi. Bank o'rtada pul berib turadi unga. Ha, tushunarli. Ma'lum quruvchi agar ikkinchi etajda to'xtab bankrot qilib qo'ysa, bank oxirigacha o'zi yetkazib qo'yadi.
Chunki unga shunga yetadigan pul bergan bo'ladi. Katta quruvchi to'xtab, "Men bo'ldi, u yog'iga davom ettira olmayman, bankrotman" desa, o'rtada bank kafil turadi. Shuni xudo xolasa 2026 dan qaysidir quruvchilarning bo'yniga tushadi, 2027 ommaviy bo'lib ketadi, xudo xolasa 1-2 yil qoldi. Bozor ancha bu yangi qurilayotgan uylar bozori ancha tartibga kelar ekanda, xudo xolasa. Odamlar yutqizib qo'yib beradi. Eng muhimi. Yomon-da, chunki aytayapman-ku, katta ehtimol bilan o'sha o'zi uchmuch qilib zo'rg'a uy olgan odam tushib qoldi. Ko'p. Soni ko'p. Tushgan odamlar ko'p. Ana o'sha insonlarga juda katta zarba bo'lyapti-da. Mayli $1000 qimmat bo'lsa, tushmasa, eng muhimi o'zi aslida shu-ku. Qaysidir ma'noda shu bank o'rtada turishi balki $1000, $2000 ga uyni narxini oshirar. Satuq hech kim pulga kuymaydi. Muammolar uy bilan bog'liq, xaridorlar bilan sotuvchilar o'rtasidagi, ya'ni faqat ko'p qavatli yangi qurilayotgan uylarda uchrayaptimi yoki ikkilamchi uylarda ham qanaqadir muammolar bo'lib turadimi? Ikkilamchi uylarda muammo bo'ladi. Bu kamdan kam bo'ladigan holat. Dokument yasasa bo'ladi. Dokument qaysidir firibgar odam nimadir qila oladi. Juda kam. Juda kam. Protsenti juda oz. O'sha dokument yasaydigan, o'sha nimadir qiladiganni ilojisi boricha davlat ham to'xtatyapti. Chunki oldin meros ishida dokument to'g'rilasa bo'lardi. Meni eshitishim bo'yicha biz o'zimiz pul aylantiramiz, arzonga uy joy chiqib qolsa pul ham tikib olib qolamiz. O'zimizning pulga ham. Ana o'sha paytda meros desa biz olmas edik. Olmas edik, chunki meros dokumentda 3 ta aka bo'lsa, bittasini ko'rsatmasdan o'tib ketsa bo'ladi. Bo'lar edi. Oldin. Hozir mana oxirgi 1 yil, yarim yil ichida uni davlat to'g'riladi. Endi ko'rsatmasdan qila olmaydigan qildi. Ana o'sha paytda aka o'zi kelisha olmay turgan noqulay oila deylik, boshqa otani bitta onani farzandlari yoki boshqa onani bitta otani farzandlari. Mana shunaqa holatlarda meros qolgan mulkni ko'rsatmadi. U keyin ariza bilan sudga murojaat qildi. Sud oldi sotdi shartnomani ham, undan oldingi meros qilingan shartnomani ham noqonuniy topib bekor qilib tashirdi. Bekor qilib tashirdi. Ana o'sha yerda oxirgi odam kuyib qolishi mumkin edi. Ana o'sha narsani hisobiga biz olmasdik. Lekin hozir mana endi sekin-sekin ovuringlar, oson bo'ldi deyishdi, hali lekin olmadim. Lekin endi sekin sinab ko'rsa bo'ladi. Sinab ko'rmoqchiman. O'zim ham sekin olmoqchiman. Tushunarli. Aka, endi uy narx-navolari haqida ham biroz to'xtalsak, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana oxirgi 5 oy o'tyapti, ya'ni 2025-yilda. Bu vaqt oralig'ida uy joylarning narxi qanchalik o'sdi, qanchalik tushdi va bundan buyog'iga yilning oxirigacha narx-navolar qanaqa bo'lishini prognoz qilasiz? O'zi 2024-yilda aytgan prognozimiz bor edi. O'zi o'sha eng mashhur bo'lgan videoyimiz Instagramda 2024-25 uylar narxi tushib ketadi deb prognoz berganmiz biz. O'sha paytda 30% prognoz berilgan edi. Men 30% kutgan edim. Uy joylarning narxi 30% ga tushib ketsa kerak deb o'ylagan edim. Hozirgi kecha kunduzgacha 10-15% ga uy joylarning narxi qaytgan. Bozorda $100,000 uy hozir 90,000, 85,000 ga sotilyapti. Shu yarim yildan sal oshiqroq muddat oldin o'sha narsa $100,000 sotilardi. Hozir 10%, 15% qaytgan. Mana shu bugun turib o'zi boshida 30% prognoz qilganman. 15% qayt bo'ldi deylik, 15% qaytganda, lekin bu yog'iga yana 15% qaytadimi yo'qmi bilolmayman. Hozir chunki to'xtab qoldi. U doim sekin tushib ketdi, bitta to'xtadi, savdo ketyapti. Hozir savdo bo'lib turibdi. Agar shu ketishda savdo bo'ladigan bo'lsa, narx-navo tushib ketmaydi. Shuni ushlab turadi. Agar savdo yana to'xtab qolsa, o'sha 6-8 oy oldin yomon qattim to'xtab qoldi. Savdo hech kim qila olmay qoldi. O'sha paytda qattim tashlab. Agar yana shunaqa savdo keyingi oy to'xtab qoladigan bo'lsa, yana 10-15% qaytadi. Bu keyingi oy yoki undan keyingi oyga savdoga bog'liq. O'sha narsani hisobi bor. Demak, hozirgi vaziyatda bir qanaqadir kattaroq bir prognozlarni aytish imkonsiz bo'lib turibdi. Hozirgi to'xtab turgan paytda. Qiyin. Chunki o'z aslida biz bundan oldingi narx-navo tushishini ko'rganmiz bir necha marta. Narx-navo tushgan bir xil ko'rsatkichda bo'lgan. Eng past nuqtaga tushgan, o'sha joyda ma'lum bir muddat turgan, keyin yana oshib ketgan. O'sha eng past nuqta shu bo'lsa, 15% qaytish bo'lsa, bu ma'lum bir muddat mana shu holatda turadi, keyin yana oshishni boshlaydi.
Eng past nuqta bu bo'lmasa, yana ozgina past nuqtasiga 5-10% tushishi kerak bo'lsa, 1-2 oydan keyin savdo to'xtab qolishi mumkin. Chunki mashinalarni meni eshitishim bo'yicha savdosi yaxshi emas. Hozirda. Birinchi mashinada savdo to'xtaydi, keyin uyda savdo to'xtaydi. Bu ikkala bir-biriga qanaqadir bog'liq narsalar. Ko'pchilik bog'lamaydi buni. Men bog'layman. O'shanda prognoz berilganda ham bog'laganman. Bir mashinalarning narxi tushishni boshladi, mashinalarning narxi to'xtab qolgan edi. Bizda savdo to'xtagan edi. Hali hech kim narx-navo tushadi demagan edi. Men o'sha chiqib turib videoda uy-joy 2024-25 tushib ketadi deganimda, hayotda qo'limda to'planib qolgan uylar qaysidir akamga, qaysidir ukamga, qaysidir o'rtog'imga puli bor insonlarga pulingni ber, men bu uydan ozgina foyda qilsa bo'ladi deb olgan pullarim bor edi. Aylantirib beraman. O'sha pullarni tarqatib uylarni tez-tez sotib, ozgina foydaga yoki o'z olingan narxiga sotib, chunki narx-navo tushib ketsa, uni oldida xijolatda qolishni xohlamayman. Tarqatib o'tdim. Instagramda aytgan gapim bunaqa shu bo'ladi deb o'ylamagan. Men hayotda qilib turgan ishimni shunchaki Instagramda 2024-25 tushib ketsa kerak deganman. Ko'rib turgan o'z ishingizdan kelib chiqib aytgansiz. Hayotda qilib turgan narsam edi. Chunki savdo qattim to'xtab qolgan edi. Savdo yaxshigina to'xtab qolgan edi. O'sha pullarni tarqatayotgan paytim edi. Hozir uylarni narxi, uylarni bir savdosi yurdi, lekin orada undan keyin yana yurish boshladi. Hozir ham kunlarda yurdi. Lekin mashinalarniki hali ham to'xtab turibdi. Mana shu uyiga aldaqchiroq bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Mashina, uy bir-biriga bog'liq narsa. Ikkalovi nima deydi? Odam ishi zo'r bo'lib tursa, yaxshi daromad qilib tursa, har xil soha bor, million xil soha bor. Birinchi oladigan narsasi uy yoki mashina. Birinchi ehtiyoji, eng birlamchi ehtiyoj. Birinchi mana shu ikkalovi. Avtomatik unisi to'xtasa, bunisi to'xtaydi, bunisi to'xtasa, buni to'xtaydi. Chunki oluvchining qo'lidan pul qochgan bo'ladi. Mana shu yerda hamma narsa ma'lum bo'ladi. Tushunarli. Va siz savdo qilayotgan uylarda yoki o'sha ko'chmas mulklarda ipoteka yoki o'sha bank kreditlardan foydalanib xarid qilish holatlarini ham ko'p bo'ladimi? Ko'p. Va bu jarayonlar endi shariy yoki boshqa taraflarini aytmoqchi emasman. Iqtisodiy tarafdan u olayotganga qanchalik bir foyda yoki zarar bo'lishi mumkin bu narsa? Uni daromadidan kelib chiqibmi yoki? Buni shariy tomoni emas, shunchaki anaqasini gaplashamiz. Iqtisodiy tomoni. Iqtisodiy tomoni. Iqtisodiy tomonida buni olgan bizani kredit olgan nima deydi? Xalqimiz deydi, o'sha odamlar kredit madaniyatini bilmaydi. Xo'p, deylik, bir oylik to'lovi bitta uy olganda 7 milliondir, 10 milliondir tushdi. O'sha oilani bir oylik daromadi 10 million tushgan bo'lsa, 30-40 million bo'lishi kerak. Shart bu. Aynan shuni so'ramoqchi edim. Shart bu. Bizdagilar nima qilishyapti bilasizmi? Men nechtasi bilan o'zim shaxsan hayotda gaplashganman. Oyligim 8 million deydi. Kreditim 10 million. Okukam yordam beradi deydi. Okukasi buni o'sha uchastkadan chiqib ketishini xohlaydi. Uchastkadan chiqib ketib o'zi addenniy bo'lishini xohlaydi. Uni 10 million, 8 million oyligiga 2 million beradi. Chunki bu tashlab chiqib ketyapti, to'g'ri faktiski. U 2 milliondan beradi. Keyin uni ayol ishlasa, ayol kishi deylik 3 million, 4 million oylik olar, ro'zg'orsiga olib kelib beradi. Shu yerda bitta yuans bor. Hech kim hisoblamaydigan. O'sha oila rasxodlarini 10 ayol 3 million, eri 8 million dedimmi? 11 millionga to'g'rilab qo'yib bo'lgan bo'lishi mumkin. 11 millionlik rasxodni oilaviy hamma narsani to'g'rilab qo'yib bo'lishgan o'sha ular. Uy olguncha. Uy olgungacha ular 11 million rasxodga to'g'rilab qo'yishgan. Endi qanaqa to'laydi? Mana shu joyi bor. Mana misol uchun deylik, kimdir 100 million topadi. 100 million topadigan odam aytaymanki 30 millionlik kreditga kirsa, qaysidir ma'noda qarzga kirsa bo'ladi. 30 millionlik. Chunki 100 million pul topadi, 70 million qolganiga yasha oladi deyman-ku. Kimdirda shuni ilojisi yo'qdir. Kimdirda shuni ilojisi yo'qdir. Chunki rasxodini 100 millionga to'g'rilab qo'yib bo'lgandir. Hammasini bolalarini chasniy maktabga berib tashagan, qaytarib olish niyati yo'q. Qaysidir yana anu qilib qo'ygan. Yaxshi benzin yeydigan mashinani olib qo'ygan, anuni qilib qo'ygan, mamani qilib qo'ygan, 100 million topadi-ku. Hamma narsani shunaqa qilib qo'ygan-da, u odam o'sha. Endi bundoq qarayapti-da, oyiga 100 million topolmadi, hammasi ketib qolyapti. Kedyapti, qarz bo'lib olay deyapti. To'lab yuraman. To'lab yuraman. Anuni yonga qoladi deyapti. Kun o'tib ketyapti, deyapti. U odam 100 millionga rasxodini hisoblab qo'ygan, qatidan siqadi.
qiyin narsada odam mana shu yerda qarz madaniyatini birinchi bo'lib o'rganib chiqish kerak odamlar. Qarz madaniyati bizada shakllanmagan. 3-chi, 4-chi, 5-chi yilga bormayapti. Ko'p ipoteka kredit. Mana shu narx-navo tushdi-ku 24-25. Mana shu 6 oy ichida tushdi deyapman-ku. Ko'pi oxirgi ipotekani yetkiza olmagan odamlar ham sabab. Juda ko'p odam to'la olmay qoldi. Kuyib qoldi qaysidir ma'noda. To'la olmagandan keyin nima qiladi u uyni? U uyni olib chiqib sotadi. U uyni tez sotmasa bankda protsent kuniga oshib ketadi. U tez sotish kerak. U nima qiladi? Arzon sotib oladi. Bozorda esa savdo yo'q. Narx tushishiga 2008-yil Amerikada kreditda shar paydo bo'lgan, yorilgan, narx juda qattiq tushib ketgan. Endi O'zbekistonda u darajada emas u, lekin juda ko'p odamlar kreditini to'la olmay qoldi. Shu ham sabab bo'ldi. Boya juda ham raqamlarni zo'r tushuntirdingiz. Ya'ni 10 million so'mlik kredit olyaptimi, demak uni kamida 30 millionlik oylik daromadi bo'lishi kerak demoqchi. Hech bo'lmaganda. Hech bo'lmaganda. Ya'ni 10 million daromad oladigan o'rtacha deylik, endi 10 million daromad oladigan inson agar uy yoki boshqa bir mulk olmoqchi bo'lsa, kredit olmoqchi bo'lsa, 3 million, 4 millionni oshirmasligi kerak-da, to'g'rimi? Shunda keyin muammolar kelib chiqish ehtimoli biroz kamroq bo'ladi. Kam bo'ladi. Chunki qolgan Sizlarmi kurashib kelyapsiz o'zi bu kasallik bilan? Bu kasalligimga 3 yil bo'ldi. Qatlaringizga metastaza bergan opa? Boshimda orqa tomoniga, bo'ynimda yoniga, orqa yelka tomonlardan ham chiqdi. Kim nima desa qilib ko'rdim. Hamma yoqqa bordim, hamma narsa qilib ko'rdim. 1 yil ichib qo'ydim-da o'zi. Inshaalloh. Taj doktorlar endi bo'ldi, bizni bezovta qilmang degan joyda men mana shu halilani ichib, shunaqa efiga zo'r bo'ldi. Shunday men yengib oldim desam ham bo'ladi-da. Hozir tekshirtirganimda qonda ham yo'q, faqat shu ko'krakda yong'oqdan sal kattaroq narsa qoldi. Boshdagi o'simta, yelkadagi o'simtalar yo'q bo'lib ketgan. Ular yo'qolib ketdi. Mana shu halilani ichib men qutulib ketdim. Kim ko'rsa menga aytadi, siz aldayapsiz, kasal emas deydi-da. Baribir ozgina qoldi. Ozgina harakat qilsam umuman qutulib ketaman. %70% daromad uni hayotini o'sha izda davom etishiga sabab bo'ladi. Ozgina narsani kamaytirib hayoti davom etadi, lekin 100% to'lovga kirgan odam yashashi kerak. 100 emas, 120% boya aytganingizdek. Kerak. U ham choyxonaga borish kerak, kiyim kiyish kerak, Yeb ichish kasal bo'lib qolish bor. Vaziyat ko'p. Uni qiynab qo'yadigan. Yashash kerak deganingizga bitta savol paydo bo'ldi. Ko'rib turaman, ko'p mamlakatlarga borib turasiz, doimiy bo'lmasa ham vaqti bilan va u yerda ham mana shu ko'chmas mulk savdolari bilan bir qiziqsangiz kerak baribir. Men o'zim ham ba'zi mamlakatlarga borsam e'tibor beramanda, ko'pchilik endi ayrim mamlakatlarda uy olish juda ham birinchi o'rinda emasdek tuyuladi, ayniqsa yosh oilalarga. Masalan, Turkiyada, masalan yaqinda Yaponiyaga bordim, ko'pchilik ijarada yashar ekan. Lekin bizda oilali bo'ldimi yoki bir farzandli bo'ldimi alohida uy bo'lishi kerak degan bir tushuncha bor, mentalitet bor. Ikkalasini misol xorijdagi ayrim davlatlar bilan hozirgi aytgan mentalitetimizni solishtirsa, o'zi qaysi biri to'g'ri deb hisoblaysiz? Bizarniki to'g'ri. Bizarniki to'g'ri deb hisoblayman. Lekin biz ham o'shalarga qarab ketyapmiz. 10 yil oldin qarang, kvartirada turadigan odam kam edi. Yo'q edi, pashti. Pashti yo'q edi. 10-15 yil oldin hamma o'zini uyida yashardi. Deylik, aka-ukalar uchastkada sig'ishib ketaverardi. Hozir uchastkada deylik 4 ta xona bo'lsa, 2 ta xonada ukasi tursa, bitta xonada ota-onasi tursa, bitta xonada turgisi kelmayapti, chiqib ketyapti. Ijaraga chiqib ketyapti o'sha. Hech bo'lmasa ijaraga. Viloyatliklar endi samasa boy. Viloyatdagi uyini tashlab o'tga tirikchiligiga kelgandan keyin u kvartirada turadi. U majbur, chunki viloyatda uyidan qatna olmaydi. Toshkentliklarning o'zi Toshkentda uyi bor, lekin ba'zilarda uy yetarli bo'lsa ham ayollarning munosabati, uydagi sharoit, ko'kachilikni sabablaridan ham bo'lib chiqib ketyapti. Uje katta uchastka qurishdan mantiq qolmadi. Sababi ikkita aka-uka bitta hovlida turmayapti. Ko'p bo'lib ketyapti. Aka-ukalar o'sha alohida turish xohlayapti, shuni hisobiga kvartirada turish normallashyapti. Ko'payyapti.
Manimcha kelajakda bizga ham, bizning davlatda ham normallashadi, chunki bitta o'rtog'ingiz kvartirada turadi, ikkinchisi o'zini uyida, uchinchisi kvartirada tursa, siz ham xohlasangiz kvartirada turasiz, xohlasangiz o'zingiz turasiz-da, misol uchun uchastkada qolasiz. Lekin hozir sal uyatli. Chunki 10 ta o'rtog'ingiz bo'lsa, 10 tasi ham o'zini uyida turadi. Bitta o'zingiz kvartiraga chiqishingiz kerak. O'shaning uchun ham bizda mentalitet baribir odamlar nima qilayotganidan bog'liq-ku. Lekin buni noto'g'ri tomoni o'zini uyida emas, kvartirada ham yashayverishi, odatlashtirishni noto'g'ri tomoni oddiy bitta misol. O'sha uyingizga kirganingizda, o'zingizga shaxsiy uyingizga kirganingizda oladigan rohatingizni ijarada bo'lmaydi. Halovat bo'lmaydi. Odam, men ijarada ham yashaganman, sabab bo'lgan ijarada turganman. Sabab uychi uyga yolchimas deydimi? Bo'zchi bo'zga yolchimas. Shunaqa, men o'zim uychi bo'lib turib, o'zim uyga yolchimaganman-da, kvartirada turganman. Kvartirada turgan vaqtimda men o'sha kvartirada rohatlanmaganman. Lekin undan bezremontroq, undan kichkinaroq, undan yomonroq uy olganimda men rohatlanganman. Keyin bilganman. O'zingiz uyingizda. Demak, bu o'zingniki. Bunda xohlagan payting, xohlagan rangingga bo'yaysan. Bo'yayotganingda yana qimmatroq narsa ishlatging kelib qolsa, ayamaysan o'zingnikiga. Chiroyli qilib olasan. Kirganingda uy nimaga olinadi o'zi? Kirganingizda xotirjam his qilishingiz kerak. Siz o'tda maza qilishingiz kerak oilangiz bilan. Qaysidir ma'noda maza qilib yashashingiz uchun. Kvartirada u maza yo'q. Hozir o'sha rivojlanyapti kvartirada turish odat. U maza yo'q unda. Inflyatsiya darajasi ham bor-ku degan savol kelibdi hozir bizni texnik jamoalarimizdan. Ya'ni inflyatsiya darajasi borgan sari oshib borgani hisobiga hozirgi misol 8 millionlik kredit hech narsa bo'lmay qolishi mumkin-ku degan fikrlar ham ko'p odamlarda. Tushunarli. Qachon? Hech kim bilmaydi uni. 3 yildanmi yo oxirgi 3 yildan? Mashitda birinchi 3 yildan o'tolmayapti odamda. Birinchi 4 yildan o'tolmayapti. Kreditga 10 yilga olib 7-8 yilgani to'la bo'lib, oxirgi 2 yil uchun uyini sotib olgan odamni men hali ko'rmaganman. Tushundingizmi masala qayerda? Birinchi 2-3 yilida. Inflyatsiyaga hali uchramaydi u payt. Uchrar 5%. Hali inflyatsiya bo'lmaydi. Tasavvur qiling, 10 million 1 yildan keyin hali 10 million kuchini yo'qotmaydi. 9,5 million bo'lar kuchi. Shunaqa bo'ladi. Inflyatsiya oxirgi 2-3 yilga qoladi. O'zi aslida kreditga mutlaqo qarshi bo'lishi kerak odamlar. Sababi bitta odam 10 yil, 15 yilga qarzga kirib olishi ham o'zi aslida noto'g'ri-da. Qaysidir ma'noda 10 yil halovatsiz yuradi. Qarzi bor odamning halovati bo'lishi juda qiyin. Halovati bo'lmaydi. Qarzi bor. Har doim har oyi birinchi chislasida oy oxirida kreditni to'lash to'g'risida o'ylab yashaydi. Oy oxiri to'lab bo'lgandan keyin ertasi kuni birdan yana keyingi oy oxirini o'ylab yashaydi. Yashash uchun. Yashashni o'ylaydi, qanday yashaydi. O'shani to'lab olsa, muammo bitta bo'ladi unda. O'sha kredit to'lash. O'zim uy xarid qilganimga 1 yil atrofida bo'ldi. Birinchi marta o'zim shaxsiy uyimni xarid qilganimga va boya aytgan, siz aytyapsiz, o'zim ko'zimni oldimdan o'tyapman-da. Ya'ni olganimdan keyin bir 2 kun 3 kun joylashishga ketdi. Ya'ni hamma yoqni yuvib, tozalab, narsalarimni joylashtirib 3 kun shunaqa ishlar bilan band bo'ldim-da. Ishdan boraman, kechasi bilan yig'ishtiraman, yaqinlarim bilan, do'stlarim bilan. Oxir bo'ldi, endi yashasa bo'ladi, paka, hozircha yashab tursa bo'ladi deb shu yotganimdan keyin bor-ku. Shu siz aytgan boyagi halovat his qildim-da va oxirgi bir 5 yil, 10 yilda bunaqa mazza qilib uxlamaganman-da. Shunaqa halovat bo'lish uchun ham baribir odamning o'zini uyi bo'lishi kerak-da. Va sizni birinchi shaxsiy uyingiz, xarid qilish jarayoningiz qanday bo'lgan? Bu bo'yicha bir qiziq qanaqadir bir xotiralaringiz bormi? Yoki birinchisi bo'lmasa ham o'sha aytganingizdek boyagi ijarada turib keyin o'z uyingizga ko'chib chiqqaningizdagi holatlar. Ijarada turib, men birinchi marta o'zim turgan ijaradagi uy sotiladigan bo'lgan. O'sha uyni sotib olishimga aynan shu vaqtda ma'lum bir miqdorda pul qo'limda to'planib qolgan bo'lgan. Sal yetmayroq uyga, lekin o'sha uy sotiladi. O'sha uyni amallab sotib olganman. Qarz quruz qilib Alloh berdi, oldik. Olganimizdan keyin ma'lum ozgina vaqt yashab nimadir sabab bo'lib sotdim uni. Hozir aniq esimda yo'q, sababi sotdim. Sotganimdan keyin u bir xona edi. Keyin ma'lum vaqtdan keyin 2 xona bo'ldi. Alloh berdi, 2 xona qildim. Keyin ma'lum vaqtdan keyin baribir tijoratdagi odam bir kun oldin ketadi, bir kun orqaga ketadi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra sotib, ozgina qarz to'landi, ozgina qo'limda pul qoldi.
u pulga mashina olganman yana qaytib. Bir xona oldim, 2 xona qildim, yana qaytib mashinaga qaytib tushganman. Qolgan puliga mashina olganman. Xudo berardi, yana boshqatdan ishlashni boshlaganimda o'zim sotib olgan, juda arzon narxda 3 xonali uy sotib olgan bo'lganman. U aynan uy joylarning narxi keskin oshib ketadigan paytga to'g'ri kelgan. Xudodan bo'lib shu joy sotilmagan. O'sha 3-4 oy ichida keyin bitta inson pulni tikkan edi. O'sha insonga tushuntirganman. O'zim uyim yo'q, lekin hozir qo'limda ozgina pulim bor, mashinamni sotsam yarimidan oshuv pulga yetar ekan qo'limdagi pulim. Tavakkal olmoqchiman. Qolganini ijarachilar bor-ku, kredit qilmaganman, lekin mashina ijaraga beradigan odamlarga o'xshagan odamlardan 1 yil muddatga olganman ozgina qolgan pulini. O'shanda tavakkal olingan o'sha 3 xonali uyda oylik to'lovini o'zim ham hali to'la oladigan darajada qurbim yetib, hozir men o'zim aytolman-ku, mashincha pul topish kerak edi, qarzga kirish kerak deyapman-ku. Xuddi o'sha narsani men ham qilganman. Topgan pulim o'zi aslida почти 100% pulimni to'lashim kerak. Shunaqa vaziyat. Lekin tavakkal olganman. Lekin meniki 1 yil edi. 20 yil, 10 yil emas. Yo'q, 1 yil. 12 oyda to'lab olishim kerak. 16 oymidi? 12 oy. To'lab olishim kerak, oyiga ma'lum bir miqdorda summadan. Alloh baraka bergan, o'sha pulni to'laganmiz. Hozir shu uyga almashtirib boshqa uyda yashaymiz. Endi lekin 1 yil sal realroq variantda. Endi 20 yil bilan 10 yil bilan 1 yil qarz to'lashni solishtirish o'rtasida ham bir farq bor, to'g'ri? Umuman ko'p qavatli uylardan bo'ladimi yoki umuman noturar joy bo'ladimi? Qanday bo'lsa ham ko'chmas mulk sotib olayotgan odam, misol uchun mutaxassis emas, umuman xat hujjat ishlariga yaxshi tushunmaydi. Pulini berishdan oldin aynan tekshirib olish kerak bo'lgan hujjatlari qaysilar bo'lishi kerak? Iftorichniy uyga o'tasiz hozir. Iftorichniy uyda hujjatida birinchi bo'lib qarashadigan narsaligisi uni sotib olgan muddati yoki meros qabul qilib olgan muddati uzoq bo'lishi kerak. Deylik siz uy sotib oldingiz, 3 yildan oshgan. Meros qabul qilib oldingiz, 3 yildan oshgan. Yoki kimdir bilan sudlashdingiz, 3 yildan oshgan. Muammo bo'lmaydi. Chunki muammo bo'lsa 3 yil ichida bo'ladi. Davlat ham 3 yildan oshgandan keyin boshqa protsessda ko'rib chiqadi ishni. Yangisini boshqacha ko'radi. 3 yildan oshganini katta ehtimol bilan noto'g'ri dokument bo'lsa ham rastajeni qilmaydi. Bekor qilib yubormaydi u do'g'ri, chunki vaqtida kelmagansan deydi ana odamga. Kimdir kelib, o'sha 4 yil oldin, 5 yil oldin dokument to'g'rilashgan, meni chetga chiqazib yuborishgan, men 5 yil bilmay qoldim desa, 5 yil oldin qayerda eding deydi. Ne endi yozsan deydi. Davlat ham 3 yil oldingi va keyingini boshqacha qaraydi. Mana shu joyiga ahamiyat berishsin. Ko'p uy joy olib sotadigan, men o'zim ham olib sotaman. Ko'p uy joy olib sotadigan odamlarda 10 kun, 1 oy oldin sotib olgan bo'ladi. Ularni undan oldingisini qarash kerak. Sotib olib sotaryapti. Men olib sotaman deb turibdi. Men sotib oldim, sotib yuboraman. Undan oldingi odamlar qancha turgan. Biz mana shu joyiga qaraymiz. Agar yangi bo'lsa, bitta odam meros qabul qilib oldi-da, olib sotarga sotdi-da, olib sotardan keyin menga kelyapti. Men olib sotar oldi sottisini, ularni oldi sottisini va merosni ko'rib chiqaman. Nimaga bu qisqa muddatda tez bo'lib ketyapti? Mana birinchisida nimadir nito narsa bo'lsa, o'zi oldi sotdilar, shunchaki haqiqiy oldi sotdi emasda, 2-3 o'rtoq notariusni bir-biriga o'tkazib tashlagan bo'lishi mumkin. Dokumenti yaxshi bo'lmagan uyni o'zimga qabul qilib oldim. Sizga shunchaki afont qilib beraman. $100 ga yaqin 1 million pul ketadi. Siz yana bitta o'rtog'ingizga afont qilib berasiz. U meni chaqiradi, sotib yuboradi. Haqiqiy dokumentni noto'g'ri joyi menda o'sha 2-3 marta oldi sotdi bo'lgandan keyin ko'rinmaydi. Buni notarius ham ko'ra olmaydi. Uni faqat chisla bo'yicha o'sha oldi sotdi bo'lgan notariuslardan bilib olsa bo'ladi. Tushunarli. Va Ulug'bek aka, hozir investorlar haqida ham biroz to'xtalsak, ya'ni yashash uchun emas, o'sha qo'lida ozgina pul to'planib qoldi, misol uchun nimadir, misol oldin dollar qilib qo'yib qo'yishardi, shunaqa holatlarning o'rniga uy joy yoki bir ko'chmas mulk sotib olish qanchalik jozibali? O'zbekiston uy joy mulk bozori mana shunaqa kichik miqdordagi investitsiya kiritmoqchi bo'lganlar uchun boshqa narsa yo'q-ku. Boshqa narsa yo'q. Mana endi Jahongir aka hokim vetoni chiqazdilar. Keyin bu yoqdan Iman Invest bor. Endi mana Xonsaroy meni eshitishim bo'yicha investitsiya kirgizsa bo'ladigan narsa yaratdi. Mana shu 3tasini bilaman hozircha. Bu 3tasi O'zbekistonda pul topasiz,
ortyapti. Ortgan pulingizni yana ham ko'paytirish imkoniyatlarini berishni boshlashdi. Mana shu uchtasi bor. Endi bular endi chaqaloq. Endi boshlayapti. Endi boshlangan narsalar. Lekin bizdan rivojlangan davlatlarda, o'sha Amerika, o'sha g'arb davlatlarida aksiyalar yana shunga o'xshash bir qancha narsa bor. Men bu imkoniyat Jahongir aka qilgan Veto'ga o'xshagan narsalar uje kattalashib bo'lgan juda ko'p narsada, ularda imkoniyat juda ko'p. O'zbekistonda bitta ko'chmas mulk bor. Ortiqcha pul topishni boshladingiz. Ortiqcha pulingizni shunchaki o'zi qadrini oshirib boradigan joyida saqlashingiz uchun bitta ko'chmas mulk bozor. Boshqa narsa yo'q. Men Jahongir aka qilgan narsalar ham, bular ham endi 2 yil, 3 yil, 5 yil bo'lgan narsalar. Undan oldin umuman yo'q edi. Bular tag'in ham endi bor. Mana shunaqa narsalar ko'paysa, aksiyalar ko'paysa, tasavvur qiling, Amerikada bo'lsangiz, iPhone nima yo shunga o'xshash boshqa narsaning aksiyasini sotib olasiz. Uy olgandan ko'ra, u yerdan darom. O'zbekistonda haqiqiy o'zbek oddiy jaydar odam qayerdan uni qila olmaydi uni. U faqat boradi, bir xonalik yetsa, bir xonalik, 3 xonalik yetsa, 3 xonalik uy sotib oladi. O'sha yerda pulini saqlaydi. Tushunarli. Va Ulug'bek aka, xayrli bo'lsin. Yaqinda yangi ofisga ko'chdingiz, jamoangiz bilan birga. Iloyim manfaatli bo'lsin. Va bunga nima sabab bo'ldi? Ya'ni markazroqqa kelishmi yoki o'sha yangi loyihalar ustida ham ishlayapsizmi? Bir ko'rgandim, endi mashinalar savdosini ham yo'lga qo'ysakmikan degan bir so'rovnomalar o'tkazgandingiz. Balki shu bilan bog'liqmi? U so'rovnomada qo'shmaydigan bo'ldik uni. Uni qo'shmaydigan bo'ldik. Yangi loyihalar bor, xudo xolisa. Yangilik qilmoqchimiz, bo'ladi xudo xolisa. Oz qoldi, ozginadan keyin yangilik qilmoqchimiz. O'tga ko'chishdan asosiy maqsad biz o'zi aslida bitta bo'lgan ofisimiz. Bitta ofisda yig'ilib, shu eng arzon narxdagi uy joyini topib, ommaga qo'yib sotardik. Asosiy qiladigan ishimiz shu edi. Bitta joyda o'tirganimizda bizda barakaliroq edi. Ko'proq ish qilardik. Keyin 3 ta qildik ofis. Toshkentning 3 ta joyida qildik. O'zi 10 ta qilish edi niyat. 3 ta qilganimizdan keyin bizdagi umumiy ishchi anaqasi bo'ladi-yu, koeffitsiyenti. Koeffitsiyenti o'sha oxirida bo'ladigan natijasi tushib ketdi. Chunki hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi, hamma bir-biridan uzoq bo'lib qoldi. Xuddi shunaqa yonma-yon o'tirganingizda, anaqa men buni qo'yaringlar, men naq qilaylik deb bo'ldi. 1 sekund. Uzoqda bo'lsangiz, обязательно telefon qilishingiz kerak. Yo'q, borib ko'rishish kerak ba'zi paytda. Ko'rishib, maslahatlashish kerak. Bu ishimizni sekinlatdi. Keyin bitta joyga yig'ilishga qaror qildik. Ikkita ofisni yopdik hozir. Chilonzordagi ofisni yopdik. Olmazordagi ofisni yopdik. Toshkent Cityga ko'chdik. Hozir hammamiz bitta joyda. Demak, asosiy sabab shu, birlashib kattaroq ishlarni amalga oshirish. Ko'proq ish qilish. Tushunarli. Eng tez va katta foyda bilan sotilgan ko'chmas mulkingiz esizdami? Doim o'ylasangiz, shunda zo'r foyda bo'lgan, juda ham tez sotilgan deb o'ylaydigan. Uni aytish shartmi? Bizda eng tez emas, eng katta bo'lgani, tez bo'lganlari ham bor. Tez ya'ni bir kunda ham, misol uchun sizdan 10 mingga olib, ertasi kuni 11 so'mga sotib olgan joylarimiz bo'lgan. Sizda o'zi tezlik ko'p bo'ladi-yu, tez sotilish. Ko'p bo'lgan. O'zim olib sotganlarim orasida eng kattasi o'sha Nijiloyda bo'lgan. O'zi 3 ga bo'lingan uy joy sohasi, deylik uchastka bo'lsa, ko'p qavatli uy bo'lsa, keyin noturar. O'sha ko'p qavatli uyni birinchi etaji yoki alohida o'zi отдельный стоящий noturar. Noturarni narxi bo'lmaydi. Qiyin chiqarish. Chunki deylik sizda bitta noturar bo'lsa, xuddi shunaqa noturar boshqa yo'qda. Siznikidagi noturar boshqa yo'qda. Kvartira bo'lsa, xuddi siznikidagi kvartira ko'p bo'ladi. Sotuvda ya'ni. Soni ko'p. Soni ko'p. Uni narxini chiqarib olish oson. Noturarnikini qiyin. Noturarda hozirgi kecha kunduzda ishlayotgan bolalar ancha tez va ancha ko'p pul topishyapti. Menda ham o'sha noturarda bo'lgan. Eng katta foydalar, shu paytgacha qilgan foydalarimning eng kattalari noturarda bo'lgan. Nimaga ba'zi uylar uzoq sotilmay qolishi mumkin? Savdoga qo'yilgan, misol uchun siz yoki boshqalar orqali, lekin ancha vaqt o'tib ketishi mumkin. Uy sotilishi, cho'zilishiga nima sabab bo'ladi o'zi? Birinchi sabab narx qimmat qo'yib yuboriladi juda ham. Deylik, siz sotmoqchisiz, qo'shningizni uyi sotilyapti, narigi qo'shningizni uyi sotilyapti, shundan narx chiqazmoqchisiz. Bu noto'g'ri chiqazish. Chunki aynan qo'shningizga uy sotilsa, sotilmasa farqi yo'q.
keyingi yil sotiladimi yo bu yil sotiladimi farqi yo'q. Shunchaki u uyni sotib boshqa uy olmoqchi bo'lgan qo'shningiz bor. 100 ming dollar turadigan uyini 150 ming dollar deb so'rab o'tirgan odamlar ko'p. Xuddi shunaqa holatda o'tiribdi qo'shningiz. Siz ko'rdingiz 150 ming deyapti qo'shningiz. Siz ham 150 ming qo'ydingiz uyingizda. Qo'shningizdan kelib chiqib, sizni uyingiz ham katta ehtimol bilan yillar davomida sotilmay turaveradi. Chunki oluvchi odam ahmoq emas. Oluvchi odam katta territoriyada shunga o'xshash uylarni ko'rib, narx-navo to'g'risida tushuncha bilan keladi siz uyingizga. U bitada biladi, qimmat so'rayotganingizni olmasdan keladi. Asosiy sabab shu, juda qimmat qo'yib yuborishadi. Ko'p holatlarda uylarga umuman bozor narxidan baland, juda baland qo'yib yuborishadi. Shu sabab bo'ladi. Ko'pincha uylar sotilmasligiga. Tushunarli. Aniq bitta uyni kelishib olguncha kamida nechta uyi bori bir sharoitini, holatini o'rganib, narxini o'rganib, solishtirib ko'rishini tavsiya berasiz kamida? 20 ta. 20 ta. Bu ko'p emasmi juda? Yo'q, 10 ta kamda. 10 ta qimmat uyni ko'rib 11-sini olib qo'yish mumkin. 20 ta qo'ysangiz, ko'rsangiz aniqroq narx chiqazasiz. Bizda shunaqa narsa bor. Bir xil odamlar noto'g'ri deydi. Menda bor shu narsa. Siz deylik, 2 xonali Chilonzorni qaysidir kvartallaridan qaradingiz. Faqat 2 xonasiz. 2 xona olmoqchisiz, pulingiz shuncha 2 xona qidirib yuribsiz. 2 oydan beri. 1 oydan beri 2 xonali qidirib yuribsiz. Eng zo'r maklerdan ham zo'r narx chiqasiz. Aynan o'sha joyda. Siz chunki aynan o'sha yerdan chiqmasdan 2 oy yoki 1 oy davomida faqat 2 xonali uylarni hammasini ko'rib chiqqansiz. Eng zo'r makler ham o'sha yerda boshqa joyi, uchastkani, bir xonani, 4 xonani, yomon etaj, yaxshi etaj, uje miyasida juda ko'p narsa bor. Aynan o'shanga kelganda u adashishi mumkin, lekin siz adashmaysiz. Shuning uchun ham 20 ta ko'rgan odam katta ehtimol bilan faqat ko'rish bor. Bir xil odamlar noto'g'ri ko'rishadi. 2 xonali olmoqchi bo'lgan odam 3 xona, 4 xonani ham ko'radi. Mantiqi yo'q. Hech narsa o'zgarmaydi. 2 xona aynan mana shu joydan olmoqchi bo'lgan odam boshqa joylarni borib ko'rib ko'radi. Uje narxdan chiqib ketib qoladi u, chunki bu yerda vobshe boshqa narx. Mana bu yerda vobshe boshqa narx. O'shaning uchun ilojisi bo'lsa, aniq Chilonzordan olmoqchimisiz? Aniq Chilonzorda qaysidir joydan olmoqchimisiz? Aynan o'sha yerda 2 xonalarni hammasini ko'rib chiqish kerak. Siz umuman ishonmaydigan va yoqtirmaydigan marketing usullari, ya'ni xaridorni jalb qilish uchun ishlatiladigan bir usullar bo'ladi-yu. Siz ishlatmaysiz, lekin ko'rasiz, kuzatasiz. Bizlarni ko'pincha endi biz ko'p pul tikamiz deyman-ku, ko'p pul tikkani har xil xonadonlarga yaqinda shu to'g'risida video ham qildim, alohida. Osilib turgan bannerdan narx chiqarishga harakat qilishadi. Misol uchun deylik, Olmazorning qaysidir kvartaliga bordim, menga uyni ko'rsatishdi. Uyni ko'rsatib pastga tushib savdolashib turibmiz. Shunda realtor aytadiki, "U bannerga telefon qilgan" deydi. Telefon qilsang deydi, 2 xonali necha pul deb o'tirganini bilasan. Bunga pul tikmasang bo'lmaydi. U 2 xonali uy 100 ming deb o'tiribdi. Men senga 70 mingga ko'rsataman yoki 80 ming ko'rsataman. Ammo men bilaman, u odam o'tgan yili ham 100 ming deb o'tiribdi. Keyingi yili ham 100 ming deb o'tiraveradi. Uy olganidan bir 100 ming deb qo'yib qo'ygandir. U sotilsa farqi yo'q, odamga kimdir uying 100 ming ketadi degan 100 ming deb o'tiribdi. Men bitta esa menga olib kirib ko'rsatishgan uyligisi o'z aslida 70 ming turadi yoki 80 ming turadi-da. O'sha yerga olib kirib, o'sha 80 minglik uyni menga o'tkazib olish uchun ani 100 minglik uyni ko'rsatishadi. Shu usulni qayta juda ko'p ishlatishadi. O'sha birinchi shu gap aytishi bilan jahlim chiqib qoladi. Men 15 yildan beri ishlayman. Senga 5 yil bo'ldi. Menga shu usulni ishlatmalaring jahlim chiqib ketadi. Eng ko'p shuni ishlatishadi. Bannerga qarab savdo chiqarmaymiz-ku deysiz. Undan chiqmaydi. Undan chiqmaydi. Eng oson yo'lini aytaymi? OLXga kirasiz, 2 xona deysiz. 2 xona deb turib arzon summa ko'rsatasiz. Deylik 70 ming ko'rsatasiz. Bitta poisk bersangiz, bittada chiqazib beradi o'sha regionda. Bitta o'sha realtorga ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana 70 mingga turibdi-ku, sal nariroqda turgan ekan-ku. O 100 ming. Osmonda yurgan odam-ku. Juda oson yo'li. Undan ham oson yo'li uy ko'rib yurgan odam biladi. Ani 100 mingga sotib olmasligini. Lekin realtorlar shuni qayta ishlatib turishadi. Ko'p ishlatishadi. Ulug'bek aka, pul psixologiyasi deyshadi. Shu bo'yicha ham bitta savol bersam agar qarshi bo'lmasangiz, ya'ni boshda orada bir shunaqa suhbat davomida aytdingiz, shu bir xonali uy olganingiz keyin 2 xonali olganingiz keyin sotib yana bir ijarada yurganlaringiz misol uchun. Lekin hozir bilamiz, bir nechta bir uylarning savdosi bilan o'zingiz pul tikib ham shug'ullanasiz va o'rtada endi bir qanchadir summalar bir tafovutini ko'ramiz. Tomoshabinlar ham buni
buni tushunishi mumkin. Pulga odamning muomalasi qanaqa bo'lishi kerakki yoki o'zi qilayotgan ishga muomalasi qanaqa bo'lishi kerakki, misol bugungi holati 5 yildan keyingi holati o'rtasida bir yaxshiroq farq bo'lishi uchun, moliyaviy mustaqillikka, moliyaviy mustahkamlikka erishish uchun. Bitta propaganda bor, boylik yomon degan. Boylar yomon, boylik yomon. Boylik yomon degan propaganda qayerdan kelgan o'zi aslida? O'zi aslida bu qaysidir ma'noda SSSR paytidagi qilingan, bizga tushuntirilgan propaganda o'zi aslida. Bu narsa tarixda ham bo'lgan ekan. Yaqinda savdogarlar ustozi degan kitobni o'qib chiqdim. Savdogarlar ustozida xullas boy bo'ladilar, olim bo'ladilar. Shunda juda qattiq xavotirlanadilar. Demak, o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Pulni yomon ko'radi. Ko'rsatish degan narsa bor. Aslida pulni yaxshi ko'rish kerak. Aslida pulga harakat qilish kerak. Aslida boy bo'lishga harakat qilish kerak. Shunchaki pul ichingizga kirib ketmasa bo'ldi. Pulni yaxshi ko'rish deganda, boy bo'lishni yaxshi ko'rish deganda mana bunaqa narsa borda. Musulmon odam yo'q dunyodan uzilib faqat ibodatga berilib ketish kerak degan narsa yo'q-ku. To'g'rimi? Yo'q unaqa narsa. Musulmon odam ham boy bo'lsa, tasavvur qiling, ham deylik o'zini har tomonlama bilsa, faqat foydali-da. Prosta pulda odamlarning ichiga kirib ketadi-ku. Ana o'sha boylar yomon ko'rinib qoladi. Ana o'shaning uchun hamma boyni yomon ko'rib qoladi. Misol uchun deylik kibrlanib ketadi yoki shunga o'xshash har xil holat bo'ladi. Uje pul qaysidir ma'noda birinchi o'ringa chiqib ketib qoladi-ku. Birinchi o'rinda emas, lekin bo'lishi shart bo'lgan narsa. Har bitta odam bitta anaqa bor, gap bor-da. Odamni bir kosa ovqatga qonni to'yadi degan. Gap bor. Bo'ldi. Kim shu teoriya bilan yashamoqchi bo'lsa, har kuni bir kosa ovqat beraman. Menga kelib ishlaydimi? Hech kim ishlamaydi-ku. Bu noto'g'ri maqollar. Ishonasizmi? Ko'proq pul topish kerak, ko'proq pul topishga harakat qilish kerak. Hozir kimdirlarga yoqmasligi mumkin bu gap. Lekin aslida uni orqasida qaysidir ma'noda jamiyatga, qaysidir ma'noda oilasiga ko'proq foyda keltirish kerak. Odamzod. Va umuman pul topmaydigan yoki kam pul topadigan insonga nisbatan ko'proq pul topib, ko'proq mehnat qiladigan inson, aytmoqchisiz, jamiyatga ham, oilasiga ham, hech bo'lmasa o'ziga ham bir yaxshiroq foyda keltiradi. Shunchaki juda qattiq hirs qo'yib yuborganlar. Qattiq hirs qo'yib yuboradi. O'sha ma'lum bir ozgina foizdagi o'sha odamlarni deb ko'pchilik yomon ko'radi. Mana birinchi o'rinda yaxshi ko'rish kerak dedim-ku, qaysidir ma'noda. Kimdirlar noto'g'ri tushunishi mumkin, shu joyini to'g'rilab keting. Yaxshi ko'rish kerak deganim, tasavvur qiling, pulingiz yo'q. O'zi uchma-uch yuribsiz-da, lekin sizda fikr bor, boy bo'lish, boy bo'lib ketish aslida yomon. Qanaqa qilib intilasiz? Bitta miyasi, to'xta, yomon odam bo'lib qolasan deyapti-da. Qanaqa qilib yaxshilab harakat qilasiz? Tushunasizmi? Ana o'shaning uchun yaxshi ko'rish kerak. Uni yaxshi tomonlari, yaxshi sifatlari bor. Oddiy misol, farzandlaringni zo'r joyda o'qitasan. Oddiy misol, yaxshi o'qita olasan. Oddiy misol, aka-ukangni qaysidir moddiy yoki oilangdagi qaysidir moddiy masalalarni, qo'shniligini hal qilib bera olasan. Oddiy misol shular to'g'risida o'ylash kerak. Odam pulni yaxshi ko'rish kerak. Qaysi ma'noda yaxshi ko'rish kerak? Buni pulli masalalarni shunda hal qilib olsa bo'ladigan masala, narsa sifatida yaxshi ko'rish kerak, intilish kerak, boylik yaxshi degan tushuncha o'zi anaqa millatda anu bo'lishi kerak, qattiq bo'lishi kerak. Boylik yaxshi degan. O'sha savdogarlar ustozi degan kitobda bitta ma'ruzani eshitdilar. Qarang, o'sha paytda men bo'lmagan deb o'ylardim. Men 100% O'zbekistonda bu SSSR davrini bosimi ostida, chunki boy bo'lishini xohlamagan. Boy bo'lsa, o'zini fikri bo'ladi. Boy bo'lsa, atrofidagilar yordam berib bir narsa qilishga harakat qiladi. Mustamlaka qilingan davlatda boy bo'lmagani yaxshi. Xalaqit qiladi. Tepada o'tirganlarga boy xalaqit qiladi. Shuning uchun boylik yomon, boylik yomon, boylik yomon degan propaganda tarqatiladi. O'zbekistonda juda ko'p tarqatilgan. Boylarni yomon ko'rsatilgan har bitta kinoni ko'rsangiz, o'zi aslida shu SSSR davriga to'g'ri keladi. Ishlangan vaqtda. Ma'ruzada boylikdan qaytarib, ma'ruzada imom boylikdan qaytarib, kambag'allikni targ'ib qiladi. Shunda Abdulloh ibn Muborak juma ma'ruzasi tugagandan keyin domlarni alohida chaqirib tushuntiradilar. U juda katta olim bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak tushuntiradilar. Bu noto'g'ri ma'ruza bo'ldi. Sen agarda
musulmonlarni kambag'allikka targ'ib qilsang, boylikni yomon ko'rib qolsa, musulmonlar dunyoda oyoq osti bo'lib ketadi dedilar. Boy musulmon baribir qaysidir ma'noda eng kamida ko'proq g'aznaga pul to'laydi. G'aznaga pul to'langandan keyin o'sha qurol, yarog', baribir qilich boshqa sotib olinishi kerak. Hammasi shunga bog'liq. Sen kambag'allik targ'ib qilsang, biza boshqa davlatlarni oyog'ini ostida xor bo'lamiz degan joylar bor. Men o'shani ko'rdim, o'qidim-da birinchi marta. Dedim, o'sha paytda ham bo'lgan ekan-da bu dedim. Men o'zi fikrim bo'lardi. Boylik yaxshi, agar ichingga kirib ketib qolmasa, sen haqiqiy boy, yomon odamlar bor, shunaqa odam bo'lib qolmasang zo'r degan fikrim bo'lardi-da, lekin qayerdadir gapirishga qo'rqardim, chunki odamlarda boy yomon degan fikr bor. Keyin intilib ketgan odamlarni yoqtirishmaydi. Yaqinda Robert Kiyosakining kitobini o'qib qoldim. U ham aynan shu narsani aytadi. Demak, nechinchi yil yozilgan o'sha Boy ota kambag'al ota kitobi? 2000 nechinchidir yilida. 20 yil atrofida. 25 yil oldin yozilgan. 20-25 yil oldin Amerikada shunaqa propaganda bor ekan. Qarang, savdogarlar ustozi yozilgan, u odam yashagan davr nechinchi yilga to'g'ri keladi? Taxminan bilmayman, hozir adashib ketdim. Bir necha asr plus minus oldinga to'g'ri keladi, balki 1000 yildir. Oldinga to'g'ri keladi. O'sha paytda ham bu propaganda bo'lgan. Hozir men faqat O'zbekistonda bor deb o'ylardim. Biz chunki mustamlaka bo'lganmiz, bizani SSSR boylar yomon deb siqqan. Ana u narsa bor-ku, boy odamni jannatga kirishi, anaqa ignadan tuyani o'tishidan qiyin bo'ladi. Mana shunaqa narsalar bor. Bu boylik ichingizga kirib ketayotgan paytda deb o'ylayman. Men endi olim odam agar hozir ko'rsa noto'g'ri gapirib qo'ydi demasa, bu meni shunchaki fikrim demoqchiman. Bu aniq emas. Kimdir ichiga boylik kirib ketib, u faqat boylikdan boshqa hech narsani ko'zi ko'rmaydigan darajaga kelib qolgan odamga tegishli. Jannatga kirishing haqiqatda o'sha tiya anundan o'tishidan qiyin. Lekin boy bo'lsa-da, atrofiga foydasi tegib tursa. Atrofiga foydasi tegib turgan qancha o'zimizda ham boylar bor-ku, qo'lidan kelgancha foydasi tegib tursa, bu yaxshi-ku faqat. Ichiga kirib ketmasa. Nima deydi? Kema dengizda qancha suzursin, dengiz qancha katta bo'lsa ko'rsin, ichiga kirsa cho'kadi-yu. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Zo'r o'xshatish bo'ldi. Ichiga kirib ketmasa bo'ldi. Xudo xolasa, meni fikrim bo'yicha O'zbekistonda hamma boy bo'lishga intilishi kerak. Hamma boy bo'lishi kerak. Buni maksimum darajada halol yo'l bilan to'g'rilikda bajarish kerak. Bajarganda ham eng kamida o'zining oilasiga yaxshi sharoit yaratib berishga harakat qilish kerak. Bu yaxshi. Tushunarli va fikrlaringizdan ko'p xulosalar oldim hozir, lekin yana eng bir kelgan xulosam, eng avvalo birinchi o'rinda ong ostidagi boylik yomon, boylar yomon, pul yomon degan ong ostidan chiqarib tashlash kerak bunaqa fikrni. Tashlash kerak bu fikr. Bu fikr xalaqit qiladi. Tasavvur qiling, yomon narsaga, bizani fitratimizda bor, yomon narsaga qarab yurmaymiz. Ming yomon odam ham o'sha yomon narsaga bormaslikka harakat qiladi, faqat uni jozibasi bo'ladi-da, ketib qolaveradi. Nimadir shirin joyi bo'ladi, chaqiradi. Lekin boyligiga chiqish bu shirin emas. Bu mashaqqat, bu og'ir. Tasavvur qiling, ham miyangizda yomon, ham mashaqqat. Ikkalovi kelganda shuna tashlab ketaverasiz-da, yarim yo'lda. Bu noto'g'ri. Bu propaganda umuman chiqib ketishini xohlardim. Tushunarli. Va menimcha oxirgi paytlar shu iqtisodiyot rivojlantirish, kichik tadbirkorlik rivojlantirish shunaqa endi yuqori davralarda ham mana shunaqa fikrlar aytilyapti-yu va shularning ortidan menimcha bu fikrlar ancha odamlarning ongidan ko'tarilib boryapti, lekin juda kam miqdorda. Nasib qilsa mana shunaqa suhbatlarimiz, mana shunaqa sizga o'xshagan faollarning bir fikrlari oqibatida ham ko'pchilikning balki shu ongida shunaqa kerak emas bo'lgan fikrlar ham kamayib borsa, faqat xursand bo'lamiz. Va yana bir savol, yana endi shaxsiyroq savol, hozirgina davomi bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. Insonni ishlari yaxshi bo'lishi uchun, insonni bir harakatlari natijador bo'lishi uchun ota-onaning duosi qanchalik muhim? Ota-onani duosi 100% dan ham ortiq muhim. Shart duo olish. Mana odam hayotda bitta yaxshi narsaga erishmoqchi bo'lsa, обязательно ota-onasini xizmatini qilib qo'ygan, duosini olgan, rozi qilib qo'ygan bo'lishi shart. Yo'qsa kosasi oqarmaydi. Bu aniq fakt. Buni butun dunyo tan olgan, buni boshqa dinlar ham tan olgan, buni hammasi biladi. Bu aniq narsa. Faqat ba'zi holatlarda
ota onalar ko'pincha misol uchun aynan siz hayotda bir narsa qiladigan yoshingiz 30 yosh deydi. Ularni qaragancha paytligingizga to'g'ri keladi 30 yosh. Hech 10 yosh bolaga kerak emas-da. 10 yoshar bola ota-onasini yaxshi ko'radi, ota-onasi 10 yoshar bolani yaxshi ko'radi. Shu 25, 20, 30 larda kerak bo'ladi. Aynan o'sha paytda ota-ona qarib qo'ygan bo'ladi. Qaragan odam ozgina bo'ladi-yu, bilasizmi? Sal injiroq bo'ladi-yu. O'sha bitta joyi bor. Ota-onangni rozi qilsang, sen o'z qavmingni saidi bo'lasan degan joyi bor. Buni Allohning va'dasi. Endi o'z qavmini saidi, hozir qavm qabila yo'q-ku. Hozir nima bor? Hozir kollektiv bor. Said bo'lishingiz uchun nima kerak ekan? Ota-onaning duosi. Ota-onaning duosi. Ota-onaning xizmati, kollektivda said bo'lasiz. Kollektivda said degani o'sha eng katta lavozimda o'tirgan odam-da. O'sha kollektiv deydi. Bo'ldi, men shunaqa deb bilaman. Bu mening shaxsiy fikrim. Tushunarli. Juda ham bir ajoyib yaxshi fikrlar aytildi bugun. Ham uy-joy xarid qilmoqchi bo'lganlarga ham bir sizni yo'nalishingizda balki o'z faoliyatini boshlamoqchi bo'lganlarga ham foydali fikrlar bo'ldi. Shu masalalarda yurgan, ya'ni bir ko'chmas mulk xarid qilmoqchi bo'lib yurgan yo bo'lmasa yig'ib mana o'zim uyimga ega bo'lay yaqinda menam deb niyat qilib yurganlarga bir qanaqadir yana qo'shimcha fikrlaringiz, tavsiyalaringiz bo'lsa eshitishimiz mumkin. Hamma yashab turgan odamlarni o'zining boshpanasi bo'lsin. Allohdan faqat shuni so'rayman. Chunki aytdim-ku boshida ijarada turganman ijarada. Men o'zim uyimda ham yashaganman. O'zim uyim balkim kichkinalik qolgandir, lekin uni rohati bor-ku. Odam bu dunyoda o'z aslida nima o'sha xotirjamlik, o'sha asosiy harakat qiladigan narsamiz masa qilib oilani davrasida o'tirish, qayerda o'tirasiz, uyingizda o'tirasiz. Ijara uyda oilangizni davrasida maza qilib o'tira olmaysiz baribir. O'sha har bitta odamning o'zining uyi bo'lsa, hammamizning xudo xolisa ishimizda qaysidir ma'noda baraka bo'laversin. Shu. Katta rahmat Ulug'bek aka. Orada bir yangi loyihalar boshlanayotgani haqida ham gapirdingiz. Balki o'sha loyihalarni yana kengaytirib yo'lga qo'yganingizdan keyin balki ular haqida ham bir mana shu yerda o'tirib suhbatlashish nasib qilsin. Ishlaringizga omad. Katta rahmat, xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.